Milwaukee bilan Abdulaziz akam ishlatayotgan apparatlarni taqqoslab ko'ramiz. Buni og'irligini ko'ramiz. 535. 535. Endi buni qo'yingchi. Bu apparat 4.05. Endi bitta ovozini ko'rsang nima deysizlar? Birinchi bu apparatni ko'ramiz. Endi bu. Sal pastroq ekan. Ovoz pastroq ekan buni. Endi ishlashini ko'ramiz. Lekin ixchamgina ekan. Bu kirib oldi. Endi mikro udariga qo'yamiz. Bunda treshotka bormi, aka? Ha. Bunda yo'qmi? Ko'ramiz endi. Bor bo'lish kerak. Xuddi o'sha Nasatga, xuddi o'sha koronka. Faqat Milwaukee'ga qo'yilyapti bo'ldi. Milwaukee'ga tushar ekanda, ha, buniki. Tushar ekan. 1 2 ikkita skorsi bor. Hozir boshiga biz birinchi skors bilan teshib olamiz. Birinchi skors demak 1.5 ming оборот, ikkinchi skors 3 ming оборот. Shunaqa deyilgan ekan, ha. Qali aka. Yaxshi, yomon emas. Endi mikro udarga qo'yib olasiz, ha? Treshotka bormi? Ha. Qanaqa nima deysiz? Ketishi yumshoq. Qanunga qaraganda yumshoq ekan. Qo'llar ham unaqa ortmadi. Yengilligi uchun. Yengilligi uchun. Treshotka bor. Gap yo'q lekin. Meniki bunaqa chiqmasdi bor. Yo'q. Qo'yish ko'rdingiz-ku? Ha. Tiqilib qolsa amallab chiqardik. O'zi real 3000 bormi, yo'qmi оборотda? Bor. Birinchi оборот kamroq edi, ha? Men sezmadim-da baribir. Bu bilasizmi qayerdan bildim? Qanaqa? Hozir meniki tiqildi-yu. Aha. Ko'rdingiz, kulush bilan aylantirib yo'q qilib chiqardim amallab. Unda tiqildi, aylantirsam aylanyapti dalish. Ha. O'shaning uchun chiqarib oldim bemalol. Bu stoyitmi aka puliga? Puliga stoyit lekin. Muammo yo'q endi. Bu koronka mana bu udlintel, yana bundan tashqari uzunroq udlintellari bor. 1 metrgacha misol uchun ingichkaga, ya'ni kaltaroqga yana 50 sm ulatsa, koronka bilan 1 metr bo'ladi. Testa bo'ladi bemalol. 160 mm ga nima deysiz teshishiga? Zo'r. Xarakteristikasini kecha o'qib chiqdim. 160 teshadimi? Yomon emas, lekin обороты zo'r. Ha, nomiga. Ovozi ham unaqa vahima emas. Ovozi ham vahima emas. Ketishi yumshoq ekan lekin bor, haqiqatdan ham. Puliga arzisa bo'ldi. Sizlar nima deysizlar? Puliga arziydigan apparatni ishlatib ko'rganlar bo'lsa, fikringlarni kommentariyada yozib qo'yaverasizlar. Like bosib qo'yishingizdan chiqmasa, podpiskani ham bosib qo'yinglar. Abdulaziz aka, buni garantiyasi bormi? Yo'q, buni olayotganingizda xullas ishlatib berishadi, bo'ldi, garantiya yo'q bunga. Ha, Milwaukee'da 1 yil garantiya beriladi. Nima deysiz? Garantiya bo'lsa zo'r. 1 yil garantiya bilan. 1 yil vaqt mazza qilib ishlatadi-ku.